O'g'lim 7 yosh, maktabidan aytishibdi, qoqsholga vaksina qilishar ekan, shuni oldirmasam bo'ladimi? Agar qoqshol kasalligini qo'zg'atuvchi bakteriya vaksina olgan odamni tanasiga kirsa, o'lim ko'rsatkichi deyarli 0 ga teng. Agar vaksina olmagan odam kasallikni yuqtiradigan bo'lsa, statistika bo'yicha bu ko'rsatkich 50% ni tashkil qiladi. Qoqshol o'zi qanaqa kasallik? Bu kasallikka uchragan odamning nerv tizimi kuchli zararlanadi. Bilamizki, nervlar mushaklarni boshqarishda, ularni nazorat qilishda ishtirok etadi. Natijada nazoratdan chiqib ketgan mushaklarda kuchli tirishishlar yuzaga keladi. Insonning orqa tomonida joylashgan mushaklar kuchli bo'lganligi uchun inson orqa tomonga qarab egilib, bukilib qoladi. Yana qo'shimchasiga insonni nafas olishda ishtirok etadigan mushaklarda ham tirishishlar yuzaga keladi. Nazorat ishdan chiqadi. Natijada insonda nafas olish qiyinlashishi, hattoki nafas to'xtashi va o'lim holati kuzatilishi ham mumkin. Xo'sh, qoqshol kasalligini qo'zg'atuvchi bakteriya inson tanasiga qanday kiradi? Eski zanglagan mixlar, zanglagan eski temir buyumlari agar inson tanasiga kiradigan bo'lsa, bakteriya yuqadi yoki qoqshol kasalligi bilan zararlangan tuproq insonni shilliq qavatlariga tekkanda yoki kesilgan terisiga, yaralariga tekkanda yuqadi. Xullas, bunaqa narsalardan ehtiyot bo'lish talab qilinadi. Xullas, vaksina olish shart.